Hurmatli YouTube a'zolari, men sizga hozir mana shu uzum bog'imizda ishimizni yengillashtiradigan, ikkita uchta ishini qiladigan tapenir qaychi haqida, mana tapenir qaychini qanday qilib ishlashi haqida ko'rsatib o'taman. Mana bu tapenir qaychi, ichida lentasi bor. Mana lentani shunday qilib oldin ushlab olamiz, keyin uzumlarni shunday bog'lab chiqamiz. Mana shunday qilib ushlab olamiz oldin, keyin uzumlarni bog'laymiz. Ishimiz juda ham yengillashtiradigan qaychi. To'g'risi, oldinlari mana ipda bog'lardik. Ipda bog'lasak, ishimiz juda ham qiyinlashib, juda ham ko'p vaqtni olib borardi. Shuning uchun mana hozir tapenir qaychi olib o'shanda ishlayapmiz. Mana bu 2 gektar uzum bog'im. Qushlar yemaslik uchun mana sitkalarga kiritib qo'yganmiz uzum boshlarini.